Shimoliy Yevropadagi qadimiy xalq cho'chaklarida ilgari cho'nqur dengiz ostiga yo'shirinib olgan bir xil qo'rqinchli jonliq xotirlangan. Ular doim Norvegiya va Gerlandiya orli atrofida paydo bo'ladi ekan. Shunga ular Norvegiya dengiz maxluqi deb atalgan. Odatda Norvegiya dengiz maxluqi bo'lsa, bir xil texi bayqalmagan 8 oyoq yoki siyoh baliq deb qaraldi. Ularning odatda teni cho'ng, shakli g'alit ekan, hatto yana necha o'ntal uzun qo'li bor ekan. Badan uzunligi bo'lsa 150 metrga yetadi ekan. Aytishlarga asoslanganda, u suv yuzida paydo bo'lgan vaqtda uning cho'ngligi bir kichik orolning cho'ngligiga barobar keldi ekan. 15-asrdagi cho'ng dengiz qatnashi davrida barliq matroslar Norvegiya dengiz maxluqining ismini anglasalar, chiroyi o'zgarmay qolmaydi ekan. Faqat uni uchratib qolsa, bir odammo hayot qola olmaydi ekan. Ba'zilar Norvegiya dengiz maxluqining haqiqiy qo'rqinchli yeri uning qonxo'r og'zi emas, balki uning necha 10 metrga yetadigan sajgur qo'llari deydi. U hujum qilgan vaqtda nihoyat osonla g'oyat zo'r to'lqin hosil qilib, kemani o'rvitaydi ekan. Kemidagi baliqchiga nisbatan aytganda, Norvegiya dengiz maxluqi tabiiyla o'limga vakillik qiladi. Garchi bu xil g'alati maxluqqa munosabatlik ishlar faqat bir xil xalq rivoyati bo'lsa-mu, lekin ba'zilar uni haqiqatan o'z ko'zi bilan ko'rganligini aytadi hamda uning haqiqiy mavjudligiga ishonadi. 1873-yilning ma'lum bir kuni bir kema dal Shimol Atlantik okeanidagi dengiz yuziga kelganda, ismi Jack bo'lgan bir nafar kema xodimi tasoddifiy holda atrofda bir g'oyat zo'r jismning laylab turganligini bayqagan. Dastlabda ular uni bir cho'kib ketgan paraxodning qoldiqlari deb qaragan. O'ylamagan yerdan bu cho'ng narsa tuyuqsiz to'lg'inishga boshlagan hamda uning necha o'ntal qo'lini ishq selib, kemani urib so'kkan. U ko'plagan kema a'zolarini dengizga tortib kirgan, ondan sumirgich taxis orqali kemaning tuvan qismini sumirgan hamda tuvanga cho'kkan. Kema cho'kib ketishining oldini olish uchun kapitan hayotining xavfga uchrashiga qaramay, palti bilan g'alati maxluqning qo'lini kesib etib, ondan aram deganda hayot qolalagan. U nechtal kesilingan qo'llar bir nafar muzeyshunos Xavi Basterning yeniga elib kelingan. Bu uzunligi 5 metrga yetadigan qo'lga nisbatan tafsiliy kuzatish elib borgandan keyin Xavi bu maxluqning uzunligi taxminan 100 metrga yetadiganligini va uning siyoh baliq oilasidagi ma'lum bir bilinmagan a'zo ekanligini faraz qilgan. Undan keyin Xavi butun dunyoga bu cho'ng bayqashni e'lon qilgan. Lekin o'z vaqtida asosan bir odammo uning rostligiga ishonmagan, eng oxirida bu ishmo besqib qolgan. Lekin necha 10 yil burungi Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Amerika dengiz armiyasimi o'xshashla kutilmagan ahvolga duch kelgan. O'z vaqtida bir eg'irligi necha ming tonnaga yetadigan qo'g'lig'ich paraxod dengiz yuzida uchqanda ketayotganda suratning tuyuqsiz astlab ketganini bayqagan bo'lsa-mu, lekin yanala hech qanday tashini tekshirib chiqolmagan. Kema xodimlari uni portga elib chiqib remonт qilgan vaqtda kemaning pirqirg'uchiga bir tal uzunligi 10 metrga yetadigan qo'lning kirib qolganligini bayqagan. Shuningdan boshlab kishilar Norvegiya dengiz maxluqining mavjudligiga ishonishga boshlagan. Uning haqiqiy qiyofatini aytish uchun 2011-yili Amerikaning bir tekshirish kemasi Atlantik okeanining atrofiga kelgan hamda bu dengiz rayoniga nisbatan yarim yilga so'zilgan tekshirib tadqiq qilishni qanot yaydirgan. Lekin ko'p qatimliq suv ostiga cho'kishdan hamda signal orqali o'lchashdan keyin olimlar hech nimaga erishmagan. Uningga munosabatlik hech qanday ko'langini bayqamagan. Yana kelib, bu bir xil boshputliqlar oilasidagi yumshoq tanlik jonliq bo'lg'achqa uning tashqatmasini bayqamoq intayin tas ekan. Shu sababdan ta bugungacha insonlarning uningga bo'lgan tushunishi amaliyotda nihoyat oz. Bugungi kunda dengiz okean qatnashi nihoyat umumlashdi. Lekin yaqinqi necha yilda xalqaro Norvegiya dengiz maxluqiga munosabatlik dokladlar qayta chiqib boqmadi. Lekin bizning yanala uning mavjudligini inkor qilishga yetarli isbotimiz yo'q. 8 oyoq oilasi bo'lsa bir xil intayin aqlli jonliqlar bo'lganlikdan, ular insonlarning o'ltirishidan o'zini qochirish uchun cho'nqur dengiz ostiga yoshiringan bo'lishi mumkin. Har holda bizning dengiz okeanga bo'lgan tushunchamiz faqat 5% xolos. Balkim kelgusidagi ma'lum bir kuni insonlar cho'nqur dengiz ostini izlanishga haqiqiy qurbi yetgan vaqtda Norvegiya dengiz maxluqiga munosabatlik barliq ishlarmo unchalik sirliq bo'lmay qolishi mumkin. Bo'ldi, bu qitimliq hikoya mush yerda oxirlashdi.